Bu mavzuda asosiy bitta formulasi bor. Shuni yaxshi tushunib olsangiz, ketaveradi. Shundan kelib chiqqan qolgan formulalar ham qaysi desa, demak sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1 ga teng. Shu formuladan kelib chiqqan. Ya'ni bir xil alfa burchakni sinusini, kosinusini kvadratlari yig'indisi doim 1 ga teng. Qaytaraman, bir xil burchak bo'lishi kerak. Shu bir xil burchakni sinusini, kosinusini kvadratlarini yig'indisi doim 1 ga teng. Eng asosiy formula shu. Qolgani hammasi shundan kelib chiqqan. Bu qatdan kelib chiqqan degan savol. Biror burchakni olaylik. Mana shu alfa burchak deylik. Shu alfa burchakni sinus alfasi va kosinus alfasi kvadratlarning yig'indisi nimaga teng? Shuni endi bilishimiz kerak. Xo'p, mana shu burchak sinusi deb shu radiusni aylanadagi nuqtasini y ga aytiladi, to'g'rimi? Mana shu x y nuqtadan iborat bo'lsa, shu radiusni aylanadagi nuqtasi. Shuni y-si mana shu burchak sinusi bo'ladi. To'g'rimi? Shuni x bo'lsa, shu nuqtaning x bo'lsa, mana shu burchakning nimasi bo'ladi? Kosinusi bo'ladi. Demak, mana shu alfa burchagi sinusi y ga teng bo'lsa, alfa burchagi kosinusi x ga teng, to'g'rimi? Bilish uchun x o'qib borsangiz, mana shu burchak kosinusi kelib chiqadi. To'g'rimi? Endi qarab turing. O'zi radius necha teng radius uzunligi? Radius uzunligi necha teng? 1 ga teng. Chunki aytganmiz, markazi 0,0 nuqtada radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana nimadirki birlik aylana deyiladi. Demak, sinus alfamiz y bo'lsa, qo'yamiz o'rniga y edi kvadrat, to'g'rimi? Plus kosinus alfamiz x bo'lsa, x nimasi? Kvadrat. Endi mana bu masofa y ga teng. Mana bu masofa x ga teng, to'g'rimi? Bet y bo'lsa, metal nima bo'ladi? Y bo'ladi. Xo'p, mana burchak 90 gradus deb olinadi doim. Chunki bilish uchun to'g'ri tushasizda, o'sha mana shu nuqtani x ni bilish uchun to'g'ri tushganingiz, bu to'g'ri burchak ostida kesishadi mana shu x o'qi bilan. Endi bu uchburchak endi to'g'ri burchak uchburchak bo'ladi. O'tamiz. Shu to'g'ri burchak uchburchakning katetlari 90 gradus yopishganligidan mana shu x bilan y katetlari bo'ladi. Ve chunki u 90 gradus yopish ekanligidan y ham x ham katetlar deb olinadi. Endi to'g'ri burchakli uchburchakda shunaqa qoida borki, katetlar kvadratlarning yig'indisi, katetlar kvadratlarning yig'indisi gipotenuza mana shu bo'ladi. 90 gradus qarshisida gipotenuza bo'ladi. Gipotenuzani kvadratiga teng bo'ladi. Gipotenuza radius bo'lganligidan u 1 ga teng. 1 ning kvadrati nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Tushunarlimi? Shundan kelib chiqqan. Demak, o'sha bir xil burchakni sinus kosinus kvadratlarning yig'indisi 1 ga teng. Mana shundan kelib chiqqan. Qiyin emasmi tushunish? Endi siz buni bilan isbotlash shart emas, biroq isbotlab birligini, doim birligini isbotlab beryapman. Shuni yig'indisi 1 ga teng. Bundan xilma-xil formulalar chiqqan. Sinus kvadrat alfa bu haqda o'tsa 1 minus kosinus kvadrat alfa bo'ladi, to'g'rimi? Bu haqda o'tsa 1 minus kosinus kvadrat alfa. Ildiz yozsak sinus alfani o'zi kelib chiqadi. Bu plus minusdan bo'ladi. Ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat alfa. Demak, sinusni kosinus bilan ifodalashning yo'li bu. Sinusni kosinus bilan ifodalashning yo'li mana shu. Buni olib o'tdik. Keyin ildiz yozganimizdan keyin sinus alfa teng plus minusdan. Chunki sinus kvadrat alfa misol uchun 1 bo'lsa, sinus alfa teng plus minus 1 deysiz, to'g'rimi? Shunisiga ildiz ostida bo'ladi, plus minusdan bo'ladi. Endi plusni yoki minusni olish alfaga bog'liq bo'ladi. Alfa agar sinusni musbat qilsa musbatni olinadi. Alfa agar sinusni manfiy qilsa manfiysini olinadi. Chunki alfa gradus bildiradi. Chorakda misol 120 gradus bo'lsa alfa sinus alfa 120 gradus bo'ladigan bo'lsa, u ikkinchi chorakda sinus musbatlanganingizda plus tanini olasiz. To'g'rimi? Agar alfa 3-chi yoki 4-chi chorak bo'ladigan bo'lsa, u paytda sinus manfiyligidan minus tanini olasiz. Doim plus minus bo'lmaydi. Alfaga qaraysiz. Alfa agar chorak, birinchi chorak, ikkinchi chorakda musbat bo'ladi, siz plusni olasiz. 3-chi yoki 4-chi chorakda minus ekan, minusni olasiz. Bu birinchi formulasi. Endi ikkinchisi sinus ifodaladim kosinus bilan, endi kosinusni ifodalaymiz. Kosinus kvadrat alfa teng ildiz ostida emas, aql o'tsa sinus kvadrat alfa 1 minus sinus kvadrat alfa bo'ladi. Kosinus alfa bo'lsa
Hop, plus minusdan ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa bo'ladi. Bunda ham shu ahvol. Alfa gradusga qarab turib, birinchi chorak, to'rtinchi chorakda kosinus musbat bo'lsa, plusini olish kerak. Agar ikkinchi, uchinchi chorakda kosinus manfiyligidan minusni olasiz. Alfani o'zi beradi. Alfa mana chorak deydi o'zi. Bu chorakda kosinus toping deydi. Topganingizdan keyin u chorakda kosinus manfiy bo'lsa, minuslarni olib ketishingiz kerak. Keyin agar musbat bo'lsa, pluslarni olib ketishingiz kerak. Bu birinchi, ikkinchi formula. Uchinchi formula. Mana shu berilgan tenglama, to'g'rimi? Tenglamani ikkala qismini bo'lib yuboraman sin kvadrat alfaga. Bo'lib yuborsa sin kvadrat alfaga. Har birini bo'lishim kerak sin kvadrat alfaga. Bo'lsam 1 bo'ladi. Buni bo'lsam sin kvadrat alfaga. Kosinus kvadrat alfa taqsim sin kvadrat alfa teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa bo'ladi. Bu endi nima degani? Kosinus taqsim sinus katangens degani 1 plus katangens kvadrat alfa teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa bo'ladi. Xo'p, bu shunga teng ham, bu tenglama ham bilib olishingiz kerak yoki buni ikkinchi yo'li bor. Tenglama teng bo'lsa, ikkovisining teskarilari ham teng bo'ladi, to'g'rimi? Tenglama teng bo'lgandan keyin ikkovi chap tomon va o'ng tomonni teskarilari ham teng degan. Buni teskarisi sinus kvadrat alfa, to'g'rimi? Buni teskarisi bo'lsa 1 taqsim 1 plus katangens kvadrat alfa. Demak, sinus alfamiz beta nima bo'ladi? Sinus alfamiz 1 taqsim ildiz ostida 1 plus katangens alfa bo'ladi. Endi bu ham plus minusdan. Alfa choragiga qarab turib, musbat ekan plus olasiz, choragiga qarab turib manfiy ekan minus olasiz. Bu uchinchi formulani ko'rinishi. Yoki katangens sofolish ham mana shu yerda. Uchinchi formulani kelib chiqadigan katangens sofolishni bir daqiqa o'tkazsak, katangens kvadrat alfa teng nima bo'ladi? 1 taqsim sinus kvadrat alfa minus 1. Bundan kelib chiqadi katangens alfa teng plus minusdan ildiz ostida 1 taqsim sinus kvadrat alfa minus 1 deydi. To'g'rimi? Mana syu bitta bo'lib olgan sinus kvadrat alfaga. Bitta formula. Hop, bu ikkita, uchta kelib chiqadi. Hop, buni bo'lib olamiz endi nimaga? Kosinus kvadrat alfaga bo'lib olamiz. Tenglamani bo'lib olsak kosinus kvadrat alfaga. Bu tomonni har birini bo'lamiz, buni ham bo'lamiz kosinus kvadrat alfaga. Hop, sinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa bu tangens kvadrat alfa degan, to'g'rimi? Buni bo'lsa kosinus kvadrat alfaga plus 1 bo'ladi. Buni ham bo'lamiz kosinus kvadrat alfaga 1 taqsim kosinus kvadrat alfani o'zi bo'ldi. Bu endi 4-inchisi bo'lyapti, to'g'rimi? 4-inchisi. Xo'p, shundan endi ba'zi formulalar kelib chiqadi. Tangens topilishi mumkin, topish uchun bir aql o'tadi. Mana tangens kvadrat alfa teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfa bir aql o'tganlikda minus 1 bo'ladi. Shunga teng. Tangens alfa bo'lsa, plus minus ildiz ostida 1 taqsim kosinus kvadrat alfa minus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Endi yana o'sha gap. Hop, bu plus yoki minus qolishligini bu alfaga bog'liq. Alfa agar tangens musbat qilsa plus qoladi, alfa agar tangens manfiy qilsa minus qoladi. Endi alfa chorak. Qaysi chorakda bergan bo'lsa alfa o'shanga qarab turib tangens musbat, tangens manfiy bo'ladi. Hop, endi yana ikkinchi formula keltirib chiqarish uchun shundan ikkinchi formulani keltirib chiqarish uchun biz tenglama teng bo'lsa teskarilari ham teng deymiz. Buni teskarisi kosinus kvadrat alfa, buni teskarisi 1 taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa. Kosinus kvadrat alfa shunga teng bo'ladigan bo'lsa, kosinus alfa teng bo'ladi nimaga? 1 taqsim ildiz ostida 1 plus tangens kvadrat alfa. Bu ham plus minusdan bo'ladi. Chunki alfa buni musbat qilsa musbat qoladi, alfa buni manfiy qilsa manfiy qoladi. Tushunarlimi? Misol uchun hop, sinus alfa teng 1 taqsim 3. Sinus alfa teng 1 taqsim 3. Endi alfani choragi 180 dan 90 dan katta, 180 dan kichik. O'sha payt ikkinchi chorak, to'g'rimi? 90 dan katta, 180 dan kichik degani ikkinchi chorak deganimi? Ikkinchi chorakda haqiqatan sinus musbat bo'ladi. Mana musbat chiqyapti sinus. To'g'rimi? Endi savol beradi, katangens nimaga teng bo'ladi? Katangens nimaga teng bo'ladi? Bittasini bergan bo'lsa, choragini bergan bo'lsa, har biri bor. Sinus bormi? Kosinus ham bor. Sinus kosinus bormi? Tangensi ham, katangensi ham bor, to'g'rimi? Sinusi bormi? Demak, kosinus 100% bor, to'g'risi. Sinus kosinus bormi? Katangens ham bor. Chunki katangens nima degani?
kosinus alfa taqsim sinus alfa degan. Ana sinus o'zi bor. Buni topsak nisbatida katangens kelib chiqadi. Yoki teskari nisbatida tangens kelib chiqadi. Bittasini berdim, hammasi. Shu esdan chiqmasin. Tushunarlimi? Demak, topib olaylik mana kosinusni. Kosinus alfa teng ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa. Endi plus minus edi. Hozir plus qolish kerak, minus qolish kerak. Ibrohimjon. Plus qolish kerak, minus qolish kerak. Plus qolish nimaga? Chunki alfa buni musbat qilyapti, to'g'rimi? Chunki alfa qaysi chorak? Ikkinchi chorak. Ikkinchi chorakda kosinus manfiy-ku. To'g'rimi? Ikkinchi chorakda kosinus manfiy. Bu alfa buni manfiy qilyaptimi? O'ng tomoni manfiy bo'lishi kerak. Manfiy bo'lishi kerak o'ng tomoni. Shunga qarab olasizda. Demak, alfa buni musbat qilsa musbat qoladi. Alfa buni manfiy qilsa manfiy qoladi. Buning uchun alfa qaysi chorak? Birinchi, uchinchi, ikkinchi qaysi chorak? Ikkinchi chorak bo'lsa, demak ikkinchi chorakda bu manfiy ekan. Minus qolishi kerak deysiz. Chunki manfiy bo'lsa, bu musbat bo'lsa bo'lmaydi-da, hozir to'g'rimi? Teng bo'lmaydi manfiyga musbat. Manfiy bo'lishi kerak desa, minus qolishi kerak. Ana qo'yamiz endi sinusning qiymatini. Hop, barobar minus bilan ildiz ostida 1 minus buni kvadrati 1 taqsim 9, to'g'rimi? Minus bilan ildiz ostida 8 taqsim nima degani? 9. 9 minus 8 taqsim 9 bo'lsa, 8 dan nima chiqadi? 2 ildiz ostiga 9 dan 3 chiqadi. To'g'rimi? Demak, sinus alfa 1 taqsim shu bo'lgan paytda kosinus alfa minus 2 ildiz ostiga taqsim 3 ekan. Katangens alfachi. Buni nisbati mana kosinus taqsim sinus buni. Kosinus alfamiz mana 2 ildiz osti minusdan faqat. Sinus alfamiz nima edi? 1 taqsim 3 edi. Tepachi hisobiga buni qisqartirib olib, nima qoldi? Minusdan 2 ildiz osti 2 qoldi. Tushunarlimi? Tangens buni teskarisi. Chunki aytganimiz tangens alfa 1 taqsim katangens alfa. Katangens kelib chiqqan tangensi ham bor degani. Buni teskarisimi? Demak, buni teskarisi ekan-da, bo'lsa tangens. Buni teskarisi minusdan 1 taqsim 2 ildiz osti 2 deganimi? Aytadi. Tangens berib berganimiz qiymatini. Bunga qo'ysangiz kosinus kelib chiqadi. Kosinus bormi, sinusi bor degani. To'g'rimi? Katangens berib berganimiz uni oldin o'chirib yubordim-ku. Shunga qo'ysa sinus kelib chiqadi. Sinusi bormi, kosinusi ham bor degani. Biroz har qanaqa yo'l bilan bittasini berib berganimizda qolgan hammasi bor.